Ağa жақсы mı? Жақсысыңыз mı? 50 mi? Жақсы mı ağa? Siz Qozqo'rning egisi ғой size? Tanıyımız bana. Qozqo'rning egisi juma ma ağa emas mana. Onu öyle ala. Жақсы мал еді мына. Mam жақсы mı alken ağa? Bizden ballar 30-35 berip attı. Beğenmediniz mi? 5'ke bermey turibdi. 35 olsun bermediniz mi? Beğenmedi attı. Silgen yok. Pişilmedi ya. Yaxşı mal. Qozqo'ning egisi öyle mavan atını. Ele Qozqo'r degenden Aşimka egisi. Bizden İbrahim. Mavan alıp ketdi ғой. 35 berdi. Ölüp ketip kaldı. Bana da mağın bakkala. Necik'e satay deysiz bunu? Kırıkta jakında satar. Az kaptık 35 mi beğenmediniz mi? 35 olsun. Bana yakşak satacak. 50 ming so'm deydi. 50 olsun. Ne dedim? Ustagan yer turuşum yer. Ben çoğun adam. Bizde taraydım oldu. Ketemiz yani. Ağa mana. Meni al. Naq maydan savdo qilaydi. Naq maydan savdo qilaylik mana. 25 ming qo'ydi benim. Olam da? He? Bo'ldi. 500 so'm bor. He? 26 ming ko'rmiz. Asta-asta qo'shimiz aldirmasin. Tuvan so'rg'a adam oladi aka. Alıdı. Müsaade ham alıdı meni. Bizning Altak mindire. Abbas abi nochliqni men yapkam. Sala. Sanmay turibdim desa. Jigirikka aka shu. Ya sen doğundan görüşüyoruz bu. Жақсы balık kesiyor. Rahmat aka, rahmat. Jасы uzak bolsa. Rahmat aka. Ha. Qozqo'rning egisini axir topdik-da mana bugun. Qozqo'rning egisi ekan. Uzun koşa var. Ben degan gibi biri. Qozqo'rning egisi olgan ekan. Bo'ldimi? Nere to'g'il kelgan bo'lsa aka, bazabo degan. Ha? Bo'ladi, yaqida. Canadan tişep Dönenge çıktı mı? Çavlung tukum ekan bu yedi. Çavlung mu? He. Evet, şey. Ha bak sözün 500 so'm sana. He? Buna kira muratib. Bo'lmadi mi? 30 qo'ydingiz mi ağa? 50 qo'ydi. 30 qo'ydi ya, 35 ga bermayim. Şimdi bermedi. Va bizning İbrahim degan. Surat bo'lgan ol. İbrahim. O mandat. Qancha baho qo'ydingiz buning ağa? He? Jimbiyovning bolasizmi? Jimbiyoni bas. Aqtatganda bu. Atqo. 35 ming so'm baho qo'yapti buni. Anchma chiqildimi ya? Atga. Anchma chiqildimi bolalar? 26 ming sapmidingizmi? Bo'g'azmi bu? Bunisi bor, tekshirib beramiz. Tekshirib beramiz. 5 biya mana. 5 biya. To'g'an baytalchi. Ha, bizda Qaysi aygar 65. qo'yding buni? 42. Qari bir kutib qo'ydingizmi? Qancha baho qo'ydingiz? 30 bo'lsa bor qo'ydik. 30 Bo'ldi. Qanchalik bo'g'az bo'lganda? Endi bu tekshirib birimiz bor. Tekshirganda. Talaya qashqga fkam 30 ming so'm baho qo'yadi. Ma'g'inimiz bilan ko'nglimiz yiqin. Mujbaytar qiziqib bo'lib qolsa, Aytdingiz, bo'ladi bizga. Qari bir kutga chaptirib qo'yapti. Chaptag'an emas, urug'da, Urug'mi ya? Majimbiyoning qizi ma piyozmi? Majimbiyoning qizi qarburtga qo'yapti ayg'ir. Qancha bor qo'ydi? 30 ming so'm deydi. 30 ming bor qo'ydi. Ha? 30 ming so'm baho qo'yibdi. 30 ming baho qo'yapti. Jimbiyonning qizi ekan. Sandiqda zaqam, sandiqdek biykan mava. Yaxshi biykan mana. Baytdan oldi bo'lib qolsa, chiroyli ekan. 记得点赞关注哦。